Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilingan. Payg'ambar alayhissalatu vasallam aytdilarki, bandani Robbisidan eng yaqin holati u sajda holatidir. Banda sajda qilar ekan, u Robbisiga eng yaqin holatda bo'ladi. Demak, kim Robbisi bilan bo'lishni xohlasa, kim Robbimga qurbatim hosil bo'lsin, Robbimga muqarrab bo'lay desa, u nimada bo'lar ekan? U sajdada bo'lar ekan. Bas shunday ekan, fa akthiru du'a, ana o'sha paytda duoni ko'p qiling. Huzurida sajda qilib qarang, eng muqarrab bo'lib turgan paytda nahotki talablaringizni so'ramaysiz. Nahotki ichingizdagi bor istagingizni undan xohlamaysiz. Albatta xohlashingiz kerak. Va o'sha o'rinda Alloh qabul qiluvchi. So'rang, o'zingizga so'rang, qavmingizga so'rang, elga so'rang, yurtga so'rang, musulmonlarga so'rang, kelajak avlodingizga hatto nima qiling? So'rang. So'rang, eng sizga berilgan buyuk bir fursat. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilingan. Payg'ambar alayhissalatu vasallam aytdilarki, bandani Robbisidan eng yaqin holati u sajda holatidir. Banda sajda qilar ekan, u Robbisiga eng yaqin holatda bo'ladi. Demak, kim Robbisi bilan bo'lishni xohlasa, kim Robbimga qurbatim hosil bo'lsin, Robbimga muqarrab bo'lay desa, u nimada bo'lar ekan? U sajdada bo'lar ekan. Bas shunday ekan, fa akthiru du'a, ana o'sha paytda duoni ko'p qiling. Huzurida sajda qilib qarang, eng muqarrab bo'lib turgan paytda nahotki talablaringizni so'ramaysiz. Nahotki ichingizdagi bor istagingizni undan xohlamaysiz. Albatta xohlashingiz kerak. Va o'sha o'rinda Alloh qabul qiluvchi. So'rang, o'zingizga so'rang, qavmingizga so'rang, elga so'rang, yurtga so'rang, musulmonlarga so'rang, kelajak avlodingizga hatto nima qiling? So'rang. So'rang, eng sizga berilgan buyuk bir fursat.